Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar, mana bunaqa elita, toza yarichkalardan yetib kelibdi akalar bugunga. Shoshilmasdan videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Xohlasa bugunga 3-4 partiya chiroyli mana bunaqa Qirg'izistonda toza urg'ochi, to'xli variantidan yetib kelgan bu quloq tashishlarni qarang. Ishqibozchilikka ko'paytirib, zotoli ko'paytiradigan qo'ylar ekan. Akalar, bugun hafta kunimizga seshanba 2025-yil 28-oktyabr. Syomkalarimizni biz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'ida syomka qilyapmiz. Xudo xolasa chiroyli narsalar yetib kelgan. Birma-bir xudo xolasa bu o'zimiz do'stimiz. O'tkazib ham ko'rgansizlar, narxlarni portlatib o'rgan, yaxib o'rgan. Qo'ylar ham yarim soatda tugab ketgan. O'sha arzonchi Sardorjon xonadonidamiz. Sardorbek. Sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamay? Assalomu alaykum obunachilar. Zo'rlardan yetib kelibdi, xudo xolasa. Tozalardan keldi ustamjon. Necha partiya chiqadi? 4 partiya chiqaramiz. 4 partiya. Qanaqa qo'ylar chiqadi, xudo xolasa? To'xli, ina bolalar bor. Aha. Hammasi arzonlardan bor. pul arzon, 3 pastda chiqadigan ham bor-a? Bor. Xudo xolasa mana akalar. Ko'rib turibsizlar, yani oxirigacha maksimalni ko'rib, tarqatib, o'sha qarindosh, shunaqa gruppalar bilan shunaqa ham tarqatib qo'ysan akalar, sizlardan foydali bo'lib qoladi. Siz qo'y izlab yurgan, misol tanish-bishlaringizga ham yetib boradi. Mana bunaqa yaxshi bo'lib arashallardan qo'yganlar. Quloq tashish aynaqalardan olib, bitta ko'paytirib boqib yurishadi-da, sizlar duo qilib. Akalar, mana ko'rib turibsizlar, quyruqlari hammasiniki ochiq, stakan tuyoq, maza qilib o'sha zotqa ko'paytirib boqadigan qo'ylar ekan. Hop, Sardor, soni nechta bayda? 8 ta. Soni 8 bosh. 7 ishtilari ayb nuqsoni yo'q. Xudo xolasa bir hafta 10 kun yedirib ichirib pulni sanashaveradi. Yedirib ichirib sinashaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa ayb yo'q o'zlar. Ayb yo'q, xudo xolasa. Narxlari yo'lidami axir? Ha, ko'rgan tarzida chiqadi ustamjon. Laykka arziydimi? Arziydi. Laykka arzisa yo'q bo'lsa mana ko'ringlar, yarichkalaridan, haqiqiy zo'rlardan kelibdi. Hop, bu Sardorbek. Bir hafta 10 kun yediribchi sinab olishaveradi. Ha, sinab olishaveradi. Sinab olishaveradi, xudo xolasa. Bitta ham sotilaveradimi bu? Ya, hammasi optimgami endi? Filis-minisi bo'ladi. Filis-minisi bo'ladi. Hop, endi yo'qsa obunachilarni ko'p kutirmaylik. Buni tartasi narxini aytib, bittada nima qilib qo'yaylik? Partiyamiz ko'p ekan. Nech puldan qilib berasiz? Buni oldi qochdi gapni kerak yo'q. PR kerak emas bizga. Bitta narxni shunday uzul-kezil kesasiz. 4 million 400 dan beramiz usta. 4 million 400 emas. Bitta narxni realni aytib qo'ygan, unaqa bachkana savdo qilmaylik. Bittasi o'lchab ham beraylikmi? Obunachilarni silpon qilib qo'yin bo'yni o'lchamayapsizlar deyapti. O'lchaymiz mana. Bittasini Keyin narxga o'tib qo'ya qolamizmi? Bo'ladiganiga. Ha, qo'yinlarni ko'rishmoqmi? Mana metr ham bor ekan. Metri yo'q debman-da men. Mana ayog'ini tiklab osilyapti-da qo'y. Tortilyapti mana akalar. Yo'lda o'shlarni mana chiqqaniga pul so'rayapsizlar mana. Xotirjam yana bitta shuncha. Shunla bo'y bitasini shunday o'sha ko'zingizga xunuk ko'ringanini. O'ta oldi ketgan bir xil ekana qo'yda, olti ushlarni qarang. O'zi to'kilib shunaqa bo'ladigan variantidan ekan. Metrda. Mana akalar, chiqqaniga pul so'rayapsizlar. Xohlasa yosh narsalar muhim, uzoq yillar bo'ladi. Bolalarni oraya ko'paytirib, qulog'i o'ta uzun ekan, bunisi shalpon quloq. Quloq uzunlari ham bor ichida. Akalar, quloq tashishlarni qarang, ularda 20 dan osh chiqar mana shu quloq. mana shu garbonnoz quloq tashishlarni qarang. Haqiqiy ishqibozlikka boqib, zotini olib ko'paytirib yuradigan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Ama qo'chqor ham yurgan ekan ichida usta. Qo'chqor yurgan. Bolasi bitta tug'ib berib qolsa ular o'zi bolasi bekarga qolib ketadi. Toz ko'ryapsiz, bo'g'oz qo'ylar ham 6,5 million, 7 million, 5 milliondan pastda bo'g'oz qo'y chiqqan yo'qda menimcha. Shunaqa bo'lyapti. Lekin monolar agarda haqiqatan siz aytgandek qochib qolgan bo'lsa, xudo xolasa, ular o'zlarini baxtlarida lotereyada yutuq chiqdi deb qo'yishaveradi-da. Ha. Hop, real narxini aytib qo'ying. Ularga sizga olishsa ustamja 4 million 300 dan dastlabki qilib beraman Toshkentgacha. Toshkentgacha dastavkasi ichida. Undan u yog'igacha kelishilgan holda yetkazib beraman. Undan yo'q kelishilgan holda akalar. Mana xotirjam uylaringga olib borib, yedirib, ichirib sinab olishaveradi, bemalol. Bemalol sinab olishaveradi. Sinab oladi. 4 million 300 ming so'mdan do'xilsiz telefon qilsalaring, ishlaring bitadi. Maqsad sotish. Reklama gap chiqqandan keyin mana hammasi o'zi to'kiladi. olti shuni qarang akalar. Quloqlarni Haqiqiy laykka arziydigan qo'ylar yetib keldi. Bosaverasizlar obunachilar. Mana shu o'ta bo'lakcha qo'y ekan akalar, qarang.
Haqiqiy. Ishqibozlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bosaverasizlar. Yo'qsa biz keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Keyingi partiyamizga mana dorilardan xudo xolasa tozalardan yetib kelibdi. Bitta ona bola, Sardarbek bittasi. Bittasi ona bola, bittasi qo'zi, bittasi Shay. Aha. Hozir qaysini bolasi o'n nariga bolasini? Mana shu O'rtadag'ini. o'rtadag'ini bolasi. O'rtadag'ini mana. Mana ajrayapti. Mana bu ona bola. Bolasi qo'chqarmi, sog'liqmi? Bolasi qo'chqar. Qo'chqar bolasi. Hop, qaysi birini ekitish dedingiz? Mana Chekkadag'isimi? ha. Ha, mana chekkadag'isi. Bunisi qo'zi. Bunisi qo'zi, O'rtadagi qo'zi. Hammasi yosh narsa ekanda, bu nechta buni? Buniki 4 ta. 4 ish. Ikkinchi bolasi ekanda. Ikkinchi bolasi. Aha, xudo Narigilar xolasa. qo'chqarni yurgan. Hammasi qo'chqar bilan yurgan, xudo xolasa. Bu inasi ham qochib qolgan bo'lishi mumkin, o'zi yilini sutdan chiqib olganda bolasi, sutdanjan. Aha, agardan bular qochib qo'ygan bo'lsa, xudo xolasa baxtlari. Hop, yedishsa muammosi yo'q. Hatto 10 kun yedirib olishaveradi. Bolasini qarang akalar, quloq tashishlarini. Haqiqiy tozasidan aka mana. Ishqibozlariga tavsiya qilamiz. Mana. Tektasini ham bo'yini o'lchab, realni qilib beraylik. Har realni chipishlarini ko'rsatib, o'sha haqiqatga yaqin bo'lsin endi. Xudo xolasa. Mana mashinasidan boshlaymiz. Aha. Bu o'sha ona qo'ya bu. Ha. Ona qo'y. Realni o'lchab mana akalar chiqqaniga pul mag'lurasizlar. Xotirjam toptirib yaxshi qimmat o'lchaganimiz. Yo'q. Mana akalar, xotirjam. Mana. Tishlarni ko'rsatib qo'yaman bitta. Mana 4 tish akalar. Bunisini ham shu mashinasini ham. Stokalarni qarang akalar. Bitta bo'lakcha qo'ygan. Mana akalar, xotirjam chiqqan. Tishini ko'rsatib qo'yaman bitta. Mana. Ikki tish. Xotirjam olib borib yedirib, ichirib, badani ham yaxshi ekan mana shu qo'ylar hammasini. Bunisi qo'za, bunisi sariq, toza sariq. Qo'za. U ham kammas ashlardan ko'p bo'lsa ko'pki, o'lchaylik buni ham. O'zi ko'rib olishibdi. Ko'rinib turibdi. Xolasa, muammosi yo'q ekan. Mana akalar, tozalar. Hop, ona bolani nech pulga berasiz, Sardarbek? Realni bo'ladigan narxini aytib qo'ygan. Oldi qoch deb kerak. Bitta narxda ayting, uzul kesil. 7,5 berasiz usta. Yo'q, 7,5 bo'y. Bu bo'pti. 100 ming 200 ming o'tib beramiz ustamjon. 100 ming 200 ming. Endi 73 bo'ladimi? 7 million 300 ga beramiz. 7 million 300. 7 million. Odamlar bo'g'oz qo'ydi ham 6,5 million 6 million qo'yishyapti ustamjon. Bu tayyor yonida bolasi bor. Bolasi ham bor buni. Tayyor bolasi ham bor yonida. Inasi yana bo'g'oz bo'lishi ham mumkin qo'chqarni yurganda. Aql latariya endi, xudo xolasa. Mana, yana bolasi ham mana tashda onasini oldidagi sutdan chiqib qoladigan. Qarang, ularni ham tashashdi. Quloqlar hammasiniki butun ekan-a? Hammasiniki butun. 7 million 300 ming so'm dedingiz. 7 million 300 ga Toshkentgacha dastlabki qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Dastavkasi. Bu ikkalasini-chi? Bu ikkalasini olisini Rustamjon 5 milliondan qilib beraman ikkalasini. 5 million so'mdan. Ha. 5 million so'mdan 10 million so'mga ikkalasi ketaveradi. Ketaveradi, Toshkentgacha dastavka qilib beramiz. Telefon qilsa qayerga o'tib berasizmi? Qayerga o'tib beramiz Rustamjon. O'tib berasiz. Telefon qilsa ish bitadi, xudo xolasa. Mana akalar. Uddor narsalar, xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Bosaverar degan yer akalar. Telefon qilsalaringiz maksimal darajada ishlaringizni bitirib, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'chqarni qarang, qo'chqarmizdan qo'chqar. Haqiqiy bosaverar degan yeri. Yo'qsa biz keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Keyingi partiyamizga mana to'xlilarda, urg'ochlarda, elita, noyoblarda qarang akalar. Like kelsa like bosib qo'yinglar akalar. Quloq tashlashlarini qarang. Xudo xolasa zorlaridan o'sha tozalariga, ishqibozlariga mana qoni toza, muhimi ishonchli narsalar. Tavsiya qilaveramiz mana ayri dumba, quyruqlari ochiq, kasaklari o'ta tozalaridan mana akalar. Bosaverar degan yeri akalar. Bunaqasi hadeb ham kelolmaydi. Puli arzon. Juda arzon. Xo'p, bizning kanalda maksimalni arzon olib chiqishga harakat qilamiz, realni. Endi ba'zi birlarda qimmat chiqib qolyapti, lekin mana o'zimiz do'stimiz, xudo xolasa arzon qilib chiqarib beramiz. Yunglari o'zi to'kiladigan variantidan.
Xudo xohlasa quloqlari butunligini Sardorbek. Hammasiniki butun. Mana bittanida sal eni bor ekan. Sal eni bor. Endi bor ekan, lekin mana bu qarang quloq tashlashin akalar. Hop, yoshlilar necha oylik bo'ladi Sardorbek? Ular 6 oylik atrofida Rustamjon. 6 oylik atrofidagi qo'zilar. Mana akalar bosib degan yeri nimaga sal kunda ko'ryapsizlar. Oddiy bo'g'oz qo'ydi ham, tish qarisini ham 6 million, 6,5 million, 5 milliondan ustida chiqarishyapti. Bular birinchi bolalarni olib yursalaring, ular tashab qo'ysalaring akalar, maza qilish, birinchi bolasini olib, uzoq yillar bolasini olib, ko'paytirib yurasizlar akalar. To'ta tashab qo'ysalaring akalar, 50 ta jaydari qo'yib qo'ymaysiz, bundan 15 ta 20 ta o'sha qurbingiz yetganicha tashab qo'ysalaring akalar, shu qo'yiladi, effektini beraveradi. Nimaiki, qoni toza, doim hamma joyda pul bo'lib kelgan. Bundan buyog'i ham pul bo'ladi. Yaxshi narsani har doim ko'p bo'ladi deydi-yu. Shuncha chiroyli narsa olib boqing mana bunaqalaridan. Hop, Sardorbek, yedishsa muammosi yo'qmi? Yo'q, bir hafta sinab olishaveramiz. Xotirjam sinab olishadi, uyga borgandan keyin. Yedirib ichirib. O'ta chars qo'ylar ekan, qaranglar, sinovlardan o'tgan. Burni oqmas ekan bo'ladi umuman. Hamma bunaqasi yo'q. Umuman kasal tusal yo'q narsalar. Hop, Sardorbek, nech puldan qilib berasiz bu 4 talovini? Bir jek. Ha, nech puldan qilib berasiz bo'ladi Sardorbek? Bo'ladi, bir jekga olsa 3 million 600 dan qilib beramiz. 3 million 600 dan? 3 million 600. O'shan tep-tekkiz Sardorbek oldi qochdi gapni kerak. 3,5 million so'mdan 14 million pul so'mga nima deysiz? Shunda kelib lakasani tashab bersangiz, qo'lingizni shunday kelib qissa. Bo'ldi 14 million so'm bor Rustamjon. Baraka bu. Baraka. Ha. Ammo bunaqa narsa hech kim qo'ygan yo'q Rustamjon. Qo'ygan yo'q, lekin real nima akalar? 3,5 million so'mdan. Qo'ylar shunda ko'rganda biladi obunachilarimiz. Oban yaxshi narsalar kelganda akalar, maksimalni olib qo'yinglar akalar, maza qilib boqinglar mana shunaqalaridan. 3,5 million so'mdan mana 14 million so'm. Ikkita bo'g'oz qo'ydi, puli bo'ldi mana. Bunalar hademay o'shalar bo'g'oz qilib qo'ysalar akalar o'zi 7 million, 6,5 million qilib yosh narsalarni sotsalaring ham bo'laveradi. Ko'paytirib bolasini olib yursalaring ham bo'laveradi akalar. Yo'qsa biz keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Oxirigacha kuzatib turinglar bizni. Keyingi partiyamizga mana tozalariga mana qarang. Stokular nima deyapti? Ishqibozlariga tavsiya qilamiz. Bosib o'radigan yeri. So'nggi partiyamiz akalar mana zo'rlardan mana 3 ta sarig'idan, 2 ta ko'kidan, dollar rangidan payg'ambarlarimiz baqqan qo'y mana. Akalar, ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar, bemalol. Tadbirlik hammasi urg'ochi bular. Hammasi urg'och, hammasi qulog'i butun past. Hammasini qulog'i butun pashti. Mana bittasida endi bor ekan. Jicha bilinmaydi u yoq. Bittasida bor ekan akalar. Og'a hammasiniki butun. Ishqiboz bo'lsalar aloqaga chiqasiz. Hop, yoshinglar necha oylik bo'ladi Sardorbek? Ular 4 oy atrofida Rustamjon. 4 oylik atrofida. Yedishsa muammosi yo'q. Yo'q, bir hafta 10 kun sinab olishaveradi. Xotirjam sinab bemalol nima qilib olishaveradi. Yedirib ichirib pul sanashaveradi. Ha, bu mana sinovda o'tgan ekan, bemalol alqashsalang bo'lar. Bo'ldi Sardorbek, buni ko'p cho'zmaylik. Bo'ladigan 3 million pastda chiqadi dedingiz-a boshida. Ha. Nech puldan berasiz? Bitta narxda ayting. Umuman oldi qochdi, so'rashmaydan qilib chiroyli narxda ayting. Buni 2 million 950 dan qilib beramiz. 2 million 950 dan. 3 pastda 50 ming ekan bo'lyaptimi? 50 mingdan mana o'tib beryapman. O'tib beryapsiz mana. Tanlab olishga plyus minuslar bo'ladimi yo endi ketaveradimi? Hammasi bir joyga ketsa o'zi yaxshi-ku, 3 milliondan ham emas. 3 milliondan ham emas mana akalar. Hammasi tiki dumba, ayri dumba, haqiqiy ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Bular arzani mana. Arzani kelganda olib qo'yinglar akalar, mana uzoq yillar boqib, maza qilib yurasizlar. Yurish-turishlarni qarang. Akalar, bemalol aloqaga chiqib olsa 24/7 telefon raqami ishlab turadi. Akalar, videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Maynaqa qo'ylardan 100 talab, 200 talab baqib, sizni bizga nasib qilsin akalar.